tanqidiy, meni e'tirozim haqli deb o'ylayman. Mana shaxsan o'zim 3 minimalka o'tgan haftada to'ladim. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Ohangaron tumani kengashining 26-sessiyasida xalq deputatlari Ohangaron tumani kengashiga saylangan 24 deputatlarning 16 nafari ishtirok etmoqda. Organlarga xizmat vazifasini beradi. Qarshilar yo'q. Paxtalarda ichimliklar yashirib sotiladi. Ichimliklarni olib qo'lida ba'zi pichoqlar ham ko'rgan holatlarimni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shularni oldini olish maqsadida yoshlar yetakchisi bilan posbon tungi reydlarni chiroyli qilib tashkil etsa va o'shalarni jinoyatchilikni oldini olgan bo'lardi. Yana ham ko'proq jinoyatchilik kamroq bo'lardi degan taklifim shuni iltimos inobat qilasiz. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror bir qog'ozda qabul qilindi. Bu favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida 2026-yil 3 oyda aholi va hududlar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha axborotimiz bor. Kamchiligimiz o'sha o't o'chirish moslamalari sozlanmaganligi, signalizatsiya tizimi ishlamayotganligi. Biz markazlashgan tashkilotimizda maktab bo'lim yuqori turuvchi tashkilotimiz bor. Xat bilan chiqqanmiz. Asos xatni ko'rsatamiz, lekin hech bir kelgan tekshiruvchi u xatni inobatga olmaydi. Biz o'zi har yili xabaringiz bor, borgandan keyin sizga asoslantiruvchi hujjatlarni beradi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarini beradi. 272-sonli qaroriga asosan har yil davlat tasarrufidagi obyektlar tekshirilib, yong'in holati o'rganib chiqilishi bo'yicha. Men o'zim aynan o'sha o'tgan safar Ertasoyda sel kelganini o'sha 20 tomondan qolib ketgan holatda o'zim o'sha yerda bo'lganman. Sabab sizlarni birorta ogohlantirish belgisi ko'rmadim. Texnika so'rasak texnika yo'q deysizlar. Qamchiq avtodavonidan so'rasak bermayapti deysizlar. Bu narsa Tokaygacha eng katta bo'lgan tumanda davom etadi. Biz juda ham katta tumanmiz. Sel kelish xavfi, qor ko'chish xavfi. Buni ham agar siz ertaga mablag'ga borib taqalatsak, bunda deputatlar ham borsin. Respublika byudjetidan manimcha sizlar moliyalashtirsanglar kerak, to'g'rimi? Buni mablag'lar o'sha joydan keladi. Buni taklif berish kerak. Texnika masalasini birinchi navbatda tumanga. Mayli boshqa joyda texnikalar ishlayotgan ekan, qanaqadir obyektlaringiz bor ekan, lekin aynan yozgi paytda ishlasin. Sel kelish xavfida, qor ko'chish xavfida u texnikalar tumanda shay holatda turishi kerak. Bu tanqidiy, meni e'tirozim haqli deb o'ylayman. Keyingisi hozir aytyapman, kuyib pishyapti-da. Men o'zim o'rgandim. Aynan o'zim o'rgandim, sababi bir hafta o'rgandim. Sizlar o'rganishga borishga haqlisiz. Har bitta qaroringizni o'rganib chiqdim. O'rganishga borishdan oldin sizlar ogohlantirish berarkansizlar tizim orqali elektronik. Lekin aksariyat biz buxgalteriyamiz. Ta'lim tashkilotida, byudjet tashkilotida ishlaydiganlar qaysi tizim orqali xabarnoma keladi? Buni xabarini ham bilmaydi, qayerdan kelishini ham bilmaydi. Meni yana bitta taklifim bo'ladi sizga bunday. Siz mana ta'lim tashkiloti. Nechta sizlar umumiy tuman bo'yicha ta'lim tashkilotida ishlovchi xodimlar 2000 ga yaqin bormisizlar hafta davomida? Juda ham ko'p. Birinchi nima qilish kerak? Targ'ibot tashkilot ishini o'rganishdan oldin siz shular bilan qiling. Nimaga ahamiyat berish kerak? Mana uni qachon safrovka qilish kerak? Qaysi holatda nima qilish kerak? Siz uni qiling-da. Marhamat, sizning buyrugingiz bor. Siz o'rganishsiz, tekshirishga boring. Sizga yana bitta qurol bo'ladi. Men borganman, men sizlarga o'rgatganman, men tushuntirganman. Sizlarda targ'ibot tashkilot ishi kam. Volontyorlar jalb qilindi, bu yigitimizga aytdim. Kam. Volontyorlar jalb qilayotganda nima qilish kerak? Ularga bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan qanaqa imtiyozlar beryapti? O'qishga kirayotganda даже imtiyoz berilyapti-da. Shu narsani e'tiborga olinglar, volontyorlar ko'proq jalb qiling. Hali yana bitta qaroringiz bor, 361 milliy xavfsiz muhitga, xavfsiz mahallaga aylantiramiz. Shu bo'yicha qanaqa dasturlar amalga oshirdingiz? Biz ko'raylik tumanda. Ana favqulodda vaziyatlar vazirligimiz tumanimizda shunaqa narsa qildi, shunaqa xavflar oldini oladigan bir yonadigan narsa kutamiz sizlardan. Men o'ylaymanki, keyingi hisobotingizda mana shu aytilgan o'tay doimiy komissiyada aytgan hamma e'tirozlar, hamma takliflarni bir yangi narsa kutamiz sizlar. Hurmatli kengash raisi, men tugatsak ham bo'ladi, sababi bularga juda ham kamida 1 soat tanqidiy bo'lgan. Bular holati bo'yicha eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar ma'qul desanglar, boshqalarda so'ralmasa hisobotlarini o'tkazib bersak. Bino xo'jaliklariga nisbatan sud ijrochi qilmasdan suvdan foydalangan holda o'sha suv resurslaridan foydalanish uchun soliq stavkasini 2 barobar oshirilgan miqdorda qo'llanishi belgilangan. Bu o'sha o'z navbatida o'sha suvdan oqilona foydalanishi belgilab o'tilgan.
nechtasi xabardor. Ertaga bu narsani oqibat bilasizmi nimaga olib boradi? Biz qaror talabini bilmaymizda buziladi, bu jarimaga tortiladi. Jarimaga tortilgandan keyin u bechora tadbirkorlik subyekti piyoda hamma faoliyatga to'sqinlik bo'lyaptimi? Mana shunday qilib keladida, otib kallasday qilib unga jarimani qo'llab beramiz. Vaholanki siz ishingiz, men aytdim, tumandagi nechta tadbirkorlik subyekti bo'lsa, marhamat yig'aylikda shu qaror talabini biz birinchi o'zimizdan boshlab tushuntirib beraylik. Qani ro'yxat? Nechtasiga tushuntirib berdingiz? Tagidagi da'vatnomasi qani, nechtasi qatnashdi, nechtasi xabardor bo'ldi, nechtasiga subsidiya beramiz. Masalan, mana nechtasi o'zining yonidan qiladi. Bormi shunaqa talabgorlarimiz? Bu qarorimiz qachondan kuchga kiradi? Shu haqda menga ma'lumot bera olasizmi? 27-yil. Xo'p, siz menga berasiz. Buni fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz shuni qanchalik xabardor? Sababi men to'g'ri qonun hujjatlari bilan ishlayman. Meni xabarim bo'ladi-da, o'zim uchun kerak bo'lmasa ham bilib olaman. Lekin meni bilishimchalik emas, 1% darajada bizni tadbirkorlik subyektimiz, fermerlarimiz bu qarorlardan sizni tashabbusingiz bilan bular bilishi kerak. Bular tartibni bilmasa, ertaga har qanday salbiy oqibatga olib keladi. Ko'ryapsiz, 2 barobardan soliq hisoblanadi deyapti, to'g'rimi? GPSlar o'rnatiladi deyapti. Subsidiya beriladi deyapti. Necha foizgacha beriladi? O'zini hisoblamasa qanaqa imtiyozlar beriladi? Nechtasi xabardor? Shu haqda menga ma'lumot bera olasizmi? Shuni oldini olish maqsadida men kuyib pishyapman 2 haftadan beri. Lekin men sizlarga ishlata olmayapman. O'sha fermerlar bir shanba kuni yangi biz har shanba yig'ilishimiz bor fermerlar kuni. O'shanga slaytni taxlab beramiz. Qarshilar. 1 yillik tadbirlarga 424 million mablag' ajratish to'g'risida kiritganmiz. Yoshlar berganmisiz kengashga? Kengashga bu masalani kiritmagan ekanmiz. Hozir mana 2 kundan keyingi sessiya kun tartibida 2 kundan keyingisiga kiritib olamiz. Hozir xat hujjatini berdik. Shu natijalarimiz mana shunday bo'ldi. Yaxshi holatimiz shunaqa, qoniqarli holatimiz shunaqa, qoniqarsiz holatimiz shunaqa. O'ylab ko'rsangiz, o'tgan safargi siz bergan hisobotlaringizga doim tanqidiy savol berganman. Yana tanqidiy savol beraman. Yoshlar orasida jinoyatchilik oshgan. Yoshlar orasida psixotropik dorilarga ruju qo'yish oshgan. To'g'rimi? Ishsizlik bor. Har bitta masalada men endi bugadan keyin saydi hurmatli kengash raisi, faqat bularda reytingini emas, biz tanqidiy materiallarni sizlardan so'raymiz. Sabab bilishim kerak. Masalan, Yonariq eng og'ir qizil hudud. Hozir men yoshlar bilan gaplashib kelyapman-da. Nechta ishsiz yoshing bor? Nechta jinoyatchilikka moyilman? Qanaqa hududdaman? Men hali 1 yil davomida qizil hududdaman-da. Yonariq qizil hududdan chiqib keta olmayapti. Sababi bunga nima? Profilaktika inspektori ishlamaydi mahalla yetiligi bilan. Umuman bormaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, yoshlar yetakchisi tinmay har 3 oyda almashadi. Buni sababi nega unaqa? Yo biz ish olib keta olmayapmizmi yoki sizlarda talab shunaqa kuchli bo'lyaptimi? Yoshlar shunchalik tashlab ketyaptimi ishda? Eng qaroq maktabda Yonariqda 17-maktab topilgan. Hozir statistikasini ko'tarsam, hali o'sha reytingida. Sababi nima? Dars jarayoni bir xil. O'qituvchiga berilgan hamma narsa bir xil. Borib kelish hech masofa bo'lsin. Endi bitta to'g'ri maktabdagi o'sha sharoit zo'r sinf demasak, endi o'qiydigan bolaga u narsaning ta'siri yo'q-da. Menga shu jarayonlarimga javob bering. Siz tomoningizdan aynan mana shu men e'tirozlarim bo'yicha nima ishlar qildingiz birinchi oy davomida? Qanaqa yo'l xarita qildingiz, qanaqa targ'ibot qildingiz, qaysi hududga, qaysi maktabga borib, aynan shu jinoyatchilikka moyil bo'lgan yoshlar bilan nima uchrashuv qildingiz? Shuni aytib bering. Yil boshida 324 rayon bo'yicha bandligi ta'minlanishi lozim bo'lgan yoshlar soni 324 ta berilgan. 324 ta 18 ta rahbarga bandligini ta'minlab oxirgacha daromadga olib borasan degan narsagacha tasdiqlab, biz общий tuman tasdiqlagan, viloyat tasdiqlagan, respublika tasdiqlagan. Tashkilot rahbarlariga nomma-nom berilgan. Tashkilot rahbar 10 tadan 2 tagacha otaliqqa olgan yoshlar bandlik. Endi ikkinchisi, biz bu bo'yicha ishlayapmiz hozir. Bugungi kunda 181 ta bandlik ta'minlangan shunda. Endi ikkinchisi mana qayta xatlov bo'ladi. Hozir mana oliy ta'lim bitiruvchilarning hozir ro'yxati bor bizda. Ro'yxat hozir 1024 tani ro'yxat kelgan. Uni hozir biz qaytadan ko'rib chiqdik. Bizda 250 tasi bizni tuman bo'lmagan. Biz tumandan emas. Kelgan ro'yxat bo'yicha. Oliy ta'lim muassasalaridan kelgan. Ohangaron shahar, Olmaliq, Angren chiqqan. Rozilar. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Qaror bir ovozdan qabul qilindi.